Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Men siz bilan eng muhim jabha, ya'ni o'zingni kashf qil, o'zingni bil. Nima degani? Men o'z yo'nalishimda, o'z avtorlik sistemamda sizga tushuntirib beraman. Diqqat bilan quloq soling. Men koordinata chizig'ini chizdim. Mana bu koordinata chizig'ida aynan bu yerda aql turibdi va ong turibdi va tana turibdi. Ajdod, Alloh taolo, ruhiyat va albatta bu yerda yo'l, dastur, yo'l deylik va bu yerda sizda taqdir yo'lingiz. Endi qarang, har doim mana bu yerda boshlanadi. Bu sizda aqlingiz pastda turadi. Ya'ni aql har doim isbot talab qiladi. Chunki aql bu ikki miyadan iborat va u shakl, ya'ni tana shakliga ega. Va u qaysi sanada yoki qayerda turishingizni aniq sonlarini aytsangiz, u tezda topib oladi. Qaysi kvartirada, qaysi ko'chada, to'g'rimi? Shuning uchun bu rostdan ham aniqlikni yaxshi ko'radi. Aniqlik bor joydagina u yuradi. Endi qarang, ruxsat beradi tanani yurishiga. Endi qarang, sizda tug'ilgan sanangiz sizda qanday arxitekturadagi inson ekanligingizni tushuntirib beradi. Siz aslan kimsiz va siz shundagina markazda tura olasiz. Endi qarang, mana bu yerda sizda tug'ilgan oyingiz bu sizga berilgan dar, ya'ni Alloh tomonidan berilgan sizga ne'mat va marhamat. Endi qarangki, siz qanaqangi talantlarga, qanaqangi eng zo'r sifatlarga egasiz. Mana shu yerda siz tug'ilgan oyingiz orqali topasiz. Endi qarang, bu yer eng muhim joylaringiz. Bu yerda tug'ilgan yilingiz turadi. Uni hisob kitob qilinadi va bu yerda siz aynan oq va qora, ya'ni har bir insonda o'zini temniy starini beledamda yoki oq va qora tomoningiz bo'ladi. Endi qarangki, siz o'zingizda qora tomoningizni tan olishingiz albatta kerak. Uning uchun siz tan olish bu tanishingiz kerak va tanishganingizdan so'ng qo'lidan ushlab o'zingiz boshqarib yurishingiz kerak. U sizdan hech qayoqqa ketib qolmaydi. Siz hech qachon farishta bo'la olmaysiz. Siz uni qanday qilib boshini silab olib o'tishni bilishingiz kerak bo'ladi. Va bu eng muhimi, bu aynan sizda pul yo'lingiz, bu sizda boylik yo'lingiz. Shuning uchun ham buni albatta o'rganmasangiz bo'lmaydigan joy. Endi esa bu yerda hammasini qo'shganingizda ajdod, ya'ni ajdodda oldida sizda qanaqangi